Tashkilotimiz O'zbekistonda islom moliyasiga ixtisoslashgan professional konsalting xizmatini ko'rsatadigan tashkilot. Kompaniyamizda ayni paytda 40 dan ortiq mutaxassislar ishlaydi. Asosan yoshlar, chunki bu yangi soha, yangi yo'nalish bo'lgani uchun yoshlarimiz qiziqib kirib kelmoqda. Chunki bu yangi ish o'rinlari, imkoniyatlar borligi uchun hozir raqobat kam bo'lganligi bois ham hozir yoshlarimizga qiziqqan narsa islom moliyasi yo'nalishida ertaga islomiy banklarda, islomiy qimmatli qog'ozlar bozorida yoki islomiy mikro moliya tashkilotlarida yoki bo'lmasa islomiy sug'urta takafful bozori. Endi bu ekotizim shuncha katta ekotizimki mavjud moliyaviy tizim bilan muqobil tizim bo'lgani uchun yaxshi ish o'rinlari yaratib beradigan tizim shunga asosan yoshlardan iborat. Aslida biz 24-yilda faoliyatimizni bor yo'g'i 4 ta xodim bilan boshlaganmiz, lekin davlatimiz rahbarining islom moliyasi rivoji uchun yaratib berayotgan qonunchilik asoslari va bu bosqichlarning tizimli va o'z o'rnida institutsional olib borilayotganligi islom moliyasida bugungi amalga oshirilayotgan ishlarning samarasini bermoqda, ko'rsatmoqda. Shu boisdan ham o'ylaymanki, mana shu olib borayotgan kichik ishlarimizning bir qanaqadir davomiyligini ta'minlash maqsadida bizga qilayotgan mehnatimizni e'tirof qilib ko'krak nishon berdilar. O'ylaymanki, bu narsa kelgusida yanada islom moliyasini rivojlanishda biz kabi konsalting kompaniyalarning, professional tashkilotlarning O'zbekistonda islom moliyasi bo'yicha faoliyatlarining yanada mustahkamlanishi davomiyligini ta'minlaydi deyman. Hozir dunyoning diqqati O'zbekistonda, chunki islohotlarimiz, O'zbekistonning reytingi va yaratilayotgan imkoniyatlar hamma tadbirkorlarning, investorlarning O'zbekistonga kelishiga imkoniyat beryapti. Amerikada faoliyat yuritayotgan o'sha vatandoshlarimiz ham aytdiki, prezidentimiz davlat rahbarining yaratib berayotgan takliflar, imkoniyatlaridan keyin o'ylayapmanki, men O'zbekistonda qolib Amerikaga ketmasam dedi. Demak, bu narsa nimani bermoqdaki, mana shunaqa tadbirkorlarning uchrashishi, davlat rahbarlari bilan uchrashishi yoki bo'lmasa hukumat rahbarlari bilan uchrashishi tabiiyki O'zbekistonda bejizga bu ishlar amalga oshirilmayotganligi va kelgusida o'zining yuksak samarasini beradi deb hisoblayman.